Uka olib keling, ketdik. Mana bitti xudo xolasa taomlarimiz. Qani, yana aytamiz, bu mashina bu uy egalariniki emas, ustalarniki, iltimos. Yaxshi gumonda bo'lamiz. Qani. Foydalisi. Hormanglar. Nima bo'lyapti ustalar tepada? Mana yoqda ekanlar usta. Yiqib yuboray ustani, ular qilmaydi, O'shani aytganda, ushlab turadi kelyapman. Usta, suymisizlar? Charchamay, usta bo'lmisiz? Keling. Bo'lmisiz? Charchamay. Esmisiz bo'lyaptimi? Charchamayapsizlarmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Alloh kuch-quvvat bersin. Usta yaxshimisiz? Taomimiz ham bitibdi mana. Mashalloh. Juda chiroyli bo'pti. Juda go'zal. Hop. Endi mana xudo xolasa ichlari qolyapti. Ichlariga eshik faromlarimiz ham xudo xolasa olib beriladigan bo'lgan. Hozir berilganlari ham bor. Xudo xolasa u haqida yana bir nima qilamiz. Hozir endi biz hop, ustaka ishlarimiz tugabdi. Keling endi bir siz bilan ustalarga pul berish kerak edi mana. Mo telefonlar nechta puldan olasiz mana? Mana shu turibdi ekan mana. Shuni hisobidan berib qo'yasiz. Tepada egalari qarab turibdi ekan. Telefon purushmanda o'shanga sizlar sotib yuboradi hozir. Shunaqa kelib qolyapti. Hop, ustaka nechta shipir bo'ldi? Usta, assalomu alaykum. Opamisiz? Shipirni hisoblab berlar, nechta bo'ladi? Hop, hozir ham 7.155.000 bo'lgan ekan. Yana o'sha laxtayni ham yana o'tib borishdi. Ana hop, 1.290 ming bilan 1.300, ana 5 million. Mana laxtay bilan rosa 7 million xizmatlaringiz berildi. Bunda shu uyda bitishiga yordam berayotganlar inshaalloh jannatda uylarini qurishyapti. Ishonib ehson qilishyaptimi? Jannatda uylari bityapti xudo xolasa. Hozir ham mana 1,5 ming dollar musofirda ukamiz bor, deyarli mahallamdan juda ajoyib xayr-saxovatli ukamiz sheriklari bilan birgalikda 1,5 ming dollar qiynalgan oilalarni ko'ryaptilar. So'zli tarqatayotganimizga ham guvoh bo'lib, post joylaganimizda bunday videolarimizni aytib qo'yapti. Ko'rib, juda ta'sirlanib turib, aka deb sherigim bilan birgalikda deb 1,5 ming dollar shu shifiydan shu ehson qilib chiqarib oldilar. Yana aytamiz, deyarli mahallamda o'zimizga yaqin ukalarimiz. So'yib bir nechtadan haliga tarqatayotganimizda ehson qilib, ehsonlari qarang davomiy bo'lyapti. Kuzatuvchilarimizdan iltimos qilardik. Shu ehson qilayotgan, himmat qilayotgan, qarang, yaxshi ko'rib ehson qilayotganlar, rozi bo'lib shunaqa xizmat qilayotganlarni namozlaringizda duo qilsangiz. Bu dunyodagi, u dunyodagi ilohim Alloh taolo mushkulotlari bo'lsa, arif qo'ysin ilohim. Bir oilani xursand qilyaptilarmi? Alloh jannatida xursand qilsin. Ustalarimiz hozir mana tomlar yopilib, sizlarning ishlaringiz tugadi. Suvoq bo'lsa, akta firomlarni qo'ysak, qolib turibdi. Xudo xolasa suvoqlari remont obyektga o'tamiz. Shunchasi bitdi. Keling. Berganda ham ehsonni, bermaganda ham kun o'tyapti. Berganimiz o'zimizniki bo'ladi. Hozir ehson qilishdan uyalmaylik. Balki umuman ehson qilmaslikdan uyalishimiz kerak. Ehsonning mukofoti albatta ehson. 5 ming bo'ladimi, azizlar? 10 ming bo'ladimi? Uyatmang, mana katta raqamlarni qo'yasiz. Oxiratimizga zaxira bo'ladi. Dunyoyimizga xudo xolasa foydali bo'ladi. Qolamiz ko'ngilli sahilarimiz yana shu bir ustalarimiz tushadigan bo'lsa, bizga mablag' zarur bo'ladi. To'xtab qolmasin. Onalarimiz go'rak bolajonlarni tezroq bizga imkon qadar videoga like bosib, kommentariyaga duo qilib, qo'limizdan kelgan ishlarni qilamiz. Rahmat.